Tak. Demek mana bu yerda joydagi predmetlarning hozir men gapirib o'tdim. Narsalarning deb ketilgan ayrim adabiyotlarda bu situatsiya deyiladi. Bir-biriga nisbatan gorizontal va vertikal tekislik bo'yicha joylashish vaziyatlarini aniqlash uchun bajariladigan geodezik o'lchash ishlarining yig'indisi tasvirlov, plan olish deyiladi. Mana hozir yuqorida aytib o'tib ketdim. Demak, tasvirlovda, syomkada talabga qarab joy tafsiloti yoki relief yoxud ikkalasi to'la aniqlanib qog'ozda tasvirlanishi talab qilinadi. Relief bu joyning nimasi? Pastbalandligi. Relief deb nima qilamiz? Qabul qilingan. Relief bu xalqaro so'z bo'lib qoladi shundoq, relief bo'lib. Demak, shunga ko'ra tasvirlov gorizontal tasvirlov bilan vertikal tasvirlovga bo'linadi. Ya'ni gorizontalniy syomka deydi buni ruschasiga, vertikalniy syomka deyiladi. Tak. Endi hozir shuni gorizontal tasvirlov nima, vertikal tasvirlov nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Agar tasvirlovda joy tafsilotini, ya'ni situatsiyasini, mana bu yerda noto'g'ri ketgan, tasvirlash uchun joydagi nuqtalarning gorizontal tekislikdagi proyeksiyalari aniqlansa, bu gorizontal tasvirlov deyiladi. Tak, o'sha haligi joydagi predmetlarni qandaydir bir masshtabda deymizmi, kichraytirib qog'ozga tushirish, ya'ni gorizontal tekislikka proyeksiyalash, bu gorizontal tasvirlov deyiladi. Agar joydagi nuqtalarning ma'lum sathi yuzaga nisbatan yoki o'zaro balandligi aniqlansa, bu gorizontal tasvirlov yoki balandlik tasvirlovi bo'ladi. Vertikal tasvirlovda joydagi ikki nuqta orasidagi nisbiy balandlikni aniqlash, bu nivelirlash deyiladi. Mana shu ta'riflarga e'tibor bering va buni eslab qolishga harakat qiling. Tak, bir vaqtda biror asbob, geodezik asbob tushuniladi bilan bajariladigan gorizontal hamda vertikal tasvirlov topografik tasvirlov deyiladi. O'zi gorizontal tasvirlov ham, vertikal tasvirlov ham hammasi topografik syomkaga kiradi. Tak, demak, yuqorida ta'riflangan tasvirlov turlarini bajarishda ishlatiladigan geodezik asbob turi va bajarish usullariga qarab tasvirlovlar quyidagiga bo'linadi. Birinchisi, teodolitli tasvirlov. Teodolitli tasvirlov yoki burchak o'lchash tasvirlovi. Bunda ikki nuqta orasidagi masofa teodolit nomli geodezik asbob bilan chiziqlar orasidagi burchak gorizontal quyilishi o'lchaniladi. Ya'ni gorizontal burchak bilan gorizontal quyilish, ya'ni masofa o'lchaniladi, keyin u tekislikda o'sha masofa hisoblanadi. Tasvirlov natijasi bo'yicha joyning yolg'iz topografik tafsiloti tasvirlangan konturi chiziladi. Ya'ni joydagi predmetlarning faqat konturi chiziladi, xolos. Keyingisi, endi men bular hozir hammasini to'xtalib o'tadigan bo'lsam vaqt bo'lmaydi, yana 10 minut vaqtimiz qoldi. Demak, keyingisi taxiometrik tasvirlov. Bu yerda endi taxiometr, hozir mana elektron taxiometrlar chiqib ketgan, teodolit bilan ham, elektron taxiometrlari bilan ham bir vaqtda gorizontal, vertikal syomkani amalga oshiriladi. Taxiometriya degan so'zi o'zi tez o'lchash degan ma'noni bildiradi. Lotincha so'zdan olingan bo'lib, tez o'lchash deyiladi. Ya'ni elektron taxiometrni, ya'ni taxiometrni hamda teodolitni qarash turbasini bir marta qaratish orqali ham gorizontal burchakni o'lchash mumkin, ham vertikal burchakni o'lchash mumkin, ham masofani o'lchash mumkin. Va uni agar elektron taxiometr bo'ladigan bo'lsa, uni xotirasiga yozib qo'yish mumkin. Bu yerda bilasizmi, hammasi birdaniga bajarilgani uchun tez o'lchash degan taxiometr degan so'z kiritilgan. Keyingisi menzulaviy syomka deyiladi. Hozir menzulaviy syomka ishlatilmaydi. Tasvirlovi sababi bu faqat tekis joylarda ishlatiladi. Elektron taxiometrlar chiqib ketgandan keyin menzulaviy syomkalar hozir qo'llanilmaydi. Buni bilib qo'ysanglar yaxshi. Bu yerda menzula va kiprigil degan geodezik asbob ishlatiladi. Keyin fototeodolitli syomka, ya'ni fototeodolitli tasvirlov. Bu teodolit bilan fotokamerani birga qo'shib ishlangan geodezik asbob fototeodolit yordamida bajariladi. Ya'ni joy suratga olib ishlanadi. Keyingisi aerofoto.
aerofoto tasvirlov. Bu ya'ni havodan turib joyni suratga olish. Vertolyotdan, samolyotdan yoki kosmosdan turib joy suratga olinadi. Kimdir nima qilyapti? Keyin shu maxsus fotogrammetriya degan fan bor. Fotogrammetriyaning o'zining geodezik asbob uskunalari bor. Shular yordamida kompyuter programmalari yordamida qayta ishlanib, bu joyning plani, kartalari chiziladi. Demak, bu yerda mana 6-chi vertikal tasvirlar yoki nivelirlash, hali nivelirlash sizlar bilan yana o'tamiz. Keyin kimdir hazillashgisi kelyapti shekilli men bilan, Demak, nivelirlash o'zi quyidagilarga bo'linadi. Geometrik nivelirlash bor, trigonometrik nivelirlash, fizik nivelirlash. Bularni hali sizlar bilan o'tamiz. Demak, mana shu narsalari 5-slaydda keltirilgan narsalarni yaxshilab o'qib olasizlar. Endi savol tug'iladi-da, qanday qilib bu nima deydi? Qanday qilib o'shaligi joyda masalan tasvirlarni amalga oshirish kerak bo'ladi? Biror bir teodolitni biror joyga qo'yib sirazi o'lchab ketavermaymiz-ku. Shuning uchun bu yerda nimadir? Qandaydir bir tayanch geodezik asosini yaratishimiz kerak. Tayanch geodezik asosi bu teodolit yo'li deb aytiladi. Bu koordinatasi aniqlab teodolit yo'lini o'tkazganimizdan keyin o'lchash ishlarini olib boramiz. Keyin shu nuqtalarni o'lchash ishlarining natijasida shu nuqtalarning koordinatasini topamiz. Keyin shu koordinatasi ma'lum bo'lgan nuqtalarda teodolitni yoki elektron taxiometr o'rnatib tasvirlash ishlarini olib boramiz. Bu shu teodolit yoki taxiometr o'rnatilib tasvirlash ishlari amalga oshiradigan nuqtani biz tayanch nuqta deymiz. Keyingisi, demak, mana bu yerda keltirilgan konturli syomka qilinadi, plan kartalar to'g'risida gap ketadi bu yerda. Keyin mana bu yerda qaranglar, teodolit bilan kichik maydonlarni konturli plani 1/500, 1000, 2000 yoki 5000 masshtabda olinadi. Plan olish masshtabi planning qanday maqsadda olinishiga bog'liq. Masalan, planda konturning 0,4 metrga tenga qadar bo'lgan bo'rttirma yoki burilishlarni ko'rsatish kerak bo'ladi degan bo'lsa, unda 1/1000 va hozir shunaqangi nimalar keltirilgan bu yerda. Eng asosiy mana shu yerdan o'qib chiqasizlar, qanday geodezik teodolitli syomkani bajarishda qanday geodezik asboblaridan foydalanishimiz mumkin. Hozir men bu yerda faqatgina teodolitlar keltirdim. Anaqalari elektron taxiometrlari keltirmadim. Sababi bu uchun alohida elektron taxiometrlar bilan sizlar bilan ma'ruza o'tkazamiz bir kuni. Demak, bu yerda qanday teodolitlardan foydalanish mumkin? Demak, T30, 2T30, 2T30P va koza. Bu mana shu texnik teodolitlar deb aytiladi. Bu teodolitlar bu 30 sekund aniqlikda burchak o'lchaydi. Mana shu teodolitlar yordamida biz tasvirlarni amalga oshirishimiz mumkin. Keyin u yerda masofa o'lchash kerak bo'ladi. Masofani po'lat lenta yordamida o'lchash mumkin yoki bo'lmasa qo'sh tasvirli dalnamerlar. Bu dalnamerlar hozir qo'llanilmaydi. Yoki bo'lmasa nimaning o'zi teodolitni dalnameri bor, shu orqali masofa o'lchaymiz. Endi eng keragidan bittasi bu tafsilotlarni planga olish usuli. Qanday usullar bilan shu joydagi tafsilotlar planga olinadi? Birinchisi qutbiy usul ekan bu. Bu teodolit yo'li punktidan, hali men aytgan tayanch punktdan tafsilotlarni xarakterli nuqtasigacha bo'lgan masofani o'lchash mumkin bo'lgan joylarda qutbiy usul qo'llaniladi. Masofa o'lchash imkoni bor joyda bo'ladi. Bunda ish quyidagicha bajariladi. Birinchi rasm hozir pastda ko'rasizlar. Tayanch punkt birga teodolit o'rnatiladi. O'sha tayanch punktga, nuqtaga markazlashtiriladi va aylanish o'qi vertikal holatga keltiriladi.
teodolit to'yis ish holatiga keltiriladi. Gorizontal doiraning limbi tayanch chizig'i, ya'ni 1-2 ga orientirlanadi. Ya'ni birinchi nuqtada turgan bo'lsangiz, ikkinchi nuqtaga qarab orientirlab, limbda 0 gradus sanog'ini o'rnatasiz. Qarash turbasi punktdagi 2 ga qaratilib hozir aytib o'tdim. Tushunarli bu. Mana o'sha nima? Mana teodolit birinchi nuqtaga o'rnatiladi, ikkinchi nuqtaga biz orientirlaymiz. Keyin bu yerda mana bu yo'nalishning sanog'i 0 gradus. 0 gradus qilib olinadi. Mana bu tayanch birinchi, ikkinchi punktga qaratib, keyin alidada bo'shatiladi-da va uyning burchagiga qaratamiz. Qarang, mana 44 gradus 51 minut bo'ladi. Masofasini ham yozamiz. Mana shunaqangi, mana shunday ko'rinishda shaklda o'lchashni amalga oshiramiz. Ya'ni gorizontal burchak masofani o'lchimiz bu qutbiy usul deyiladi. Masofa teodolitning yoki danamer orqali yoki elektron taxiyometr orqali avtomatik ravishda o'lchanishi mumkin. Keyin buni mana shunaqa sxematik ravishda chizib qo'yamiz. Buni abris deyiladi. Hali pastda ko'rsatamiz yana. Keyingi usuli bu perpendikulyar tushirish usuli. Mana ikkinchi rasmda ko'rsatilgan. Mana bu yerda perpendikulyar tushirish usulining mohiyati keltirilgan. Mana bu birinchi, ikkinchi tayanch nuqtalar. Birinchi tayanch nuqtadan D1 masofa o'lchanib nuqta belgilanadi, D2 o'lchaniladi va D3 o'lchaniladi. Mana bu binoning burchaklariga qaratib. Keyin perpendikulyar ravishda ruletka yordamida mana bu L1 masofa o'lchaniladi, L2 va L3 masofalar o'lchangandan keyin A, B, C nuqtalar nima qilinadi? Hosil bo'ladi. Agar binoning 3 ta nuqtasi hosil bo'ladigan bo'lsa, qolgan nuqtalarni binoning o'lchamiga qarab buni qog'ozga tushirishimiz mumkin. Keyingisi chiziqli kesishtirish usuli deyiladi. Bu biror nuqtani, masalan 3-rasmda, mana rasmda keltirilgan K nuqtaning o'rni bu usulda aniqlash, teodolit yo'li A, B bo'ylab lenta tortiladi. Mana A, B bo'ylab bu tayanch nuqtalar deyiladi. Lenta degani bu ruletka, ya'ni masofa o'lchaydigan asbob. K nuqtaning o'rni teng tomonli uchburchaklar hosil qilinadi. Mana shu yerda mana uchburchaklar hosil qilindi teng tomonli. Masalan A, B, K, B, C, K. Bu Bobur necha marta kelib chiqdi bu. Hosil bo'lgan uchburchakning teng tomonlari ruletka bilan o'lchaniladi. Mana L1, L2 o'lchaniladi. Qarang endi, chiziqli kesishtirish ruletka uzunligidan katta bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa tushunarli. Agarda L1 masofa ruletkaning uzunligidan katta bo'ladigan bo'lsa, bunda biz K nuqtagacha yetib bormaymiz. Demak, L1 dan A dan K gacha ruletka tortamiz, C dan L2 ruletka tortamiz. Ikkalasining kesishgan joyi nima bo'ladi? Mana shu K nuqtaning o'rni bo'ladi. Bu chiziqli kesishtirish deyiladi, ya'ni masofa o'lchash orqali kesishtirish deyiladi. Keyingisi burchakli kesishtirish. Mana bu yerda xuddi shunaqa berilgan A, B nuqtalar orqali betda 1, betda 2 burchaklar o'lchanilib, demak mana bu biz L1, L2 masofani o'lchay olmaymiz. Nimaga deganda bu yerda anhor turibdi, suv. Shuning uchun mana bu betda 1, betda 2 gorizontal burchaklar kesishtiriladi-da, mana shu daraxtning o'rni aniqlanadi. Mohiyati mana bu yerda keltirilgan. Keyingisi Stuor usuli deyiladi. Demak, bu usul biror tafsilot teodolit yo'lini yoki uni davom ettirishdan hosil bo'lgan chiziqni kesib o'tganda qo'llaniladi. Masalan, 5-rasmda ko'cha BS chiziqning, mana BS chiziqning A, B nuqtalarini hamda ko'chani C, D nuqtalari A, B chiziqning davomini kesib o'tgan. Ko'chani planga tushirish uchun B punktdan, mana B punktdan ko'chaning A va B nuqtalarigacha hamda B punktdan C va D nuqtalarigacha bo'lgan masofalar o'lchaniladi va mana shu nuqtalarning o'rni topiladi. Stuor usuli ko'p qo'llanilmaydi. Asosan hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan usul bu birinchi sizlar bilan ko'rib chiqqan qutbiy usul hisoblanadi. Perpendikulyar, keyin chiziqli kesishtirish, burchakli kesishtirish bu ayrim hollardagina qo'llaniladi. Asosan hozir
Qutbiy usul qo'llanadi. Qarang endi, muhim ahamiyatga ega bo'lgan obyekt va kontur planga teodolit yo'liga nisbatan 0,5-0,8 metr aniqlikda, chegarasi aniq ko'rinib turgan boshqa konturlar esa 1,2 metr aniqlikda tushirilishi kerak. İnşaat ve binalarning bo'rttirmalari, ya'ni chiqib turgan joylari hamda konturlarning egri-bo'gri chegaralari plan masshtabida 0,15 millimetrdan kichik bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri chiziq tarzida tasvirlanishi mumkin bo'lgan 1/500, 1/1000 masshtabdagi plan olishda maxsus ko'rsatmalarga amal qilinadi. Teodolit bilan plan olishda o'lchash natijalari maxsus jurnalga ve abriske yozib boriladi. Sizlarga mana laboratoriyada darsimiz bor. Laboratoriya darsida mana shu teodolitlarni va boshqa nimalarni sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Undan tashqari bu yerda hisob chizma ishlari ham bor. Mana shu teodolitni tasvirlovni hisob kitobini qilib, chizmasini chizish bo'yicha sizlar bilan hisob grafik ishini bajaramiz. Uni to'yis nima bajaradi haligi amaliyot o'qituvchisi, laboratoriya darsini o'qituvchisi sizlarga buni kengroq tushuntiradi. Tak. Hozir mana qaranglar, teodolit bilan plan olishda o'lchash natijalari maxsus jurnalga va abriska yozib boriladi dedik. Endi bu yerda elektron taxiometr degan narsa bor-da. Elektron taxiometr nima qiladi? O'zi eslab qoladi bu yozilmalari, o'lchangan miqdorlarni, gorizontal burchakni ham, vertikal burchakni ham, keyin masofani ham o'zi eslab qoladi. Siz faqatgina uni abrisini chizib tursangiz bo'ldi. Qolganini u o'zi avtomatik ravishda keyin kompyuterga tashlab ishlayverasiz. Abris degan narsa bor. Oldin ham aytib o'tib ketdim. Mana bu yerda aytdim, mana qutbiy usulda mana shunaqa narsa yozib ketilishi kerak. Mana shu narsani sxemani biz abris deb aytamiz. Hozir mana abrisning nimasini ko'rib chiqasiz. Abris joyning ixtiyoriy planda, ixtiyoriy masshtabda chizilgan sxematik plani bo'lib, har bir stansiya uchun plan olish jurnalining o'ng tomoniga yoziladi, chiziladi. O'zi shunaqa jurnal bor. Jurnalda demak bu yerda burchaklar, masofalar yozilgandan keyin o'ng tomonida abris degan joy bor. O'sha abrisni sxematik chizib ketasizlar. Hozir bu yerda aytayaptiki, ixtiyoriy masshtabda. Ixtiyoriy masshtabda uni chizish uchun vaqt yeb ketadi. Shuning uchun sxematik chizib qo'yaverasiz. Abrisda plan olish shoxobchasining ayrim tomonlari va shoxobcha atrofidagi planga olinadigan tafsilotlar hamda o'lchash natijalari, ya'ni qutbiy usulda nuqtalarning o'rni, tayanch punkt bilan bu nuqtalar orasidagi masofa, tayanch chiziq bilan tafsilot nuqtalari yo'nalishlari orasidagi burchak, perpendikulyar tushirish usulida perpendikulyarlarning uzunligi, tayanch punktdan perpendikulyar tushirilgan nuqtagacha bo'lgan masofa, kontur va obyektlarning nomi va hokazolar ko'rsatiladi deb qo'ygan. Endi sizlar xudo xolasa mana shu nimada hozir endi biz pandemiya, karantin sharoitida onlayn dars o'tyapmiz sizlarga. Endi bu hozirgi mana shu 4 ta savol qo'ydik. Bu 4 ta savol juda ko'p onlayn uchun. Bitta savolning o'zi ham yetarli bo'ladi. Endi buni xudo xolasa, endi mana bu karantinlar tugab, pandemiyalar bitib ketgandan keyin, karantinlar ochilib ketgandan keyin, keyingi yil yozda endi 2021-yil yoz oyida sizlarga 2 haftalik geodeziyadan, muhandislik geodeziyadan amaliyot bo'ladi. O'sha amaliyotda o'zlaringiz mana shu geodezik o'lchash ishlarini olib borib, dala sharoitida keyin buni qayta ishlab, chizmalarini chizib bir albom qilib topshirasizlar. Endi bu shu mana shu olgan nazariy bilimlaringizni bu mustahkamlaydigan bir yaxshi nima bo'ladi, bu natija bo'ladi. Shuni bilan men bugungi leksiyani tugataman. Vaqtimiz kam qoldi. O'zi menga yana qo'shimcha 10 minut qo'shib beruvdi.
Mana bu yerda men nazorat savollarini qo'yganman. 6 ta nazorat savoli bor. Mana shu nazorat savollaridan test tuziladi. Keyin siz shu testni oraliq nazoratida topshirasiz. Tushunarlimi? Oraliq nazorati test bo'ladi. Sizlar balli sistema, baholi sistemada o'qiyapsizlar. Ya'ni 3, 4, 5 bahoga. Oxirida nima bo'ladi? Menimcha agarda karantin yechilsa, agar universitetga qaytadigan bo'lsak, unda sizlar yakuniy yozma ish yozasizlar. Bu oraliq nazoratning natijalari ham hisobga olinadi. Undan tashqari sizlar laboratoriya ishlarini bajarib topshirgan bo'lishingiz kerak. Yakuniy nazoratga, mana odatim shuki, yakuniy nazoratga laboratoriya ishlarini topshirib, zachot, ya'ni sinov olgan va undan necha bor olgan meni qiziqtirmaydi bahosi, o'shani topshirib dopusq olgan bolani kiritaman yozma ishga. Kimda qanaqa savollar bor? Bugungi darsimizga 10 ta bola kirdi, 14 ta bola qatnashmadi. Kimda savol bor? Savollaringiz yo'qmi? Bo'lmasa, men demonstratsiyani to'xtataman, namoyishi. Agarda savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalga yozinglar. If 66-guruhga kirmadi, ular uchun bu darsimizni alohida o'tib beramiz. Demonstratsiyani to'xtataman. 1,5 minut vaqtim qoldi. Konferensiyani ham tugatamiz.